O'zining go'zal arxitektura namunalari va eng yaxshi futbolchilari bilan mashhur bo'lgan Barselona shahrida smartfonlar ko'rgazmasi o'tmoqda. Mobil texnologiyalar bo'yicha Android PIT muharririyatining bosh muharriri inson smartfon yordamida nimalarga qodir bo'lishini isbotlash maqsadida tashkil etilgan deya ma'lum qildi. Bu jo'ngana smartfonlar ko'rgazmasi emas. Bunda mobillik texnologiyaning kun sanab o'nigib baratganing qovumchilikqa jetkiruvi negizgi maqsad. Masalan, smartfonga tutashtirilgan ilova yordamida tish tozalagichni ishlatish mumkin. Shu bilan birga shotkaga o'rnatilgan kichik kamera yordamida esa smartfonda inson tishlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana bir yangilik smartfonga o'rnatilgan teplovizor. U ko'proq quruvchilar, elektriklar va muhandislarga yordami tegadi. Shu bilan birga Amerika kompaniyalarining biri smartfonga birlashtiriladigan prototip ekranni ishlab chiqdi. Undan ma'ruzalarda foydalanish mumkin. Yana bir yaxshi yangilik eshikka o'rnatilgan aqlli qo'ng'iroq deb ataladigan moslama. Unda smartfon yordamida uyga kelgan odamni ko'rish imkoni yaraladi. Uyda hech kim yo'qligida esa uy egasining telefoniga xonadonga mehmon kelgani haqida xabar keladi. Bundan bir necha yil murda Microsoft kompyuter bilan boshqaruvchi uyning konsepsiyasini ishlab chiqqan edi. Al kelajakda bo'la turgan narsa. Shu bilan birga ko'z harakatlarini nazorat qiladigan yangi texnologiya ham ishlab chiqildi. Unda qo'lni ishlatmasdan ko'z yordamida smartfonni boshqarish mumkin. Elestetib ko'rsangiz, siz yangi texnologiyaning yordamida esaluga bora turgan yerda oldin ala ko'zingiz bilan ko'ra olasiz. Eslatib o'tamiz, mazkur ko'rgazma 25 fevralda yakunlanadi.